Birlik chiqadigan, og'izda erib ketadigan shokoladli Napoleon tayyorlamoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Sifatli margarinni qirg'ichdan chiqarib, un bilan uqalab olamiz. Keyin kakaoni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Suvga tuxum sarig'i, tuz, uksus qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin unli massamsaga qo'shib, ozgina qo'lga yopishadigan xamir qurib olamiz. Xamirimizni teng 8 bo'lakka bo'lib, salofan bilan o'rab 1 soatga xolodilnikka solib qo'yamiz. Keyin xolodilnikdan olib, videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, list orqa tomoniga qo'yib, chetlarini ozgina bostirib olib, ortiqcha xamirlarni kesib olamiz. Xamirimizni vilkada teshib olib, duxovkani 220 gradusda pishirib olamiz. Xamirimga e'tibor bering. Sifati pastroq margarin qo'shganimga yaxshilab aralashib ketmagan. Yaxshi margarin bo'lganda bundan ham zo'r chiqadi. Korjlarimizdan hammasini pishirib olib, chetidan kesib olgan xamirlarimizdan yana bitta korj pishirib olamiz. Kremiga xona haroratida saryoni yaxshilab mikser qilib olamiz. Xona haroratida go'shonkani qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin kakaoni elakdan chiqarib qo'shib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Men varyonez go'shonka ham qo'shganimga kremim sal quyuqroq bo'ldi. Keyin kremni korjga birin-ketin surib olamiz. Oxirgi korjini qo'yib, ustiga list qo'yib, yaxshilab bostirib olamiz. Keyin ustiga krem surib, 9-korjimizni maydalab ustiga sepib olamiz. Salofan bilan o'rab 7-8 soatga olib qo'yamiz. Choko Napoleon tayyor, dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.